Qalbdagi qo'rquv namozning mevasidir. Agar qalb xushu qilsa, a'zolar ham xushu qiladi. A'zolar xuddi shu qalbning askarlari kabidir. Agar qalb Alloh uchun sinib unga bo'yin egsa, o'zini xor tutib huzurida turgan zotni ulug'lasa, ana o'shandagina a'zolar sokin bo'ladi. Na qo'l behuda harakat qiladi va na ko'z u yoq bu yoqqa alanglaydi. Quloq ham namozdan boshqa narsaga chalg'imaydi. Ko'zlangan xushudan murod qalbning Alloh taologa ta'zim va ulug'lash bilan yuzlanishidir. Xushusiz o'qilgan namoz xuddi qulning o'z hojasiga taqdim etgan sovg'asiga o'xshaydi. Agar taqdim qilsa-yu, u har tomoni burdalangan xunuk va nuqsonli sovg'a bo'lsa, qulning buni hojasiga taqdim qilishga aslo loyiq bo'lmaydi. Mana shu xushusiz namoz misolidir. Agar namoz to'kis va xushu bilan bo'lsa, unda bandaning qalbi hozir bo'ladi. U kimning huzurida turganini anglaydi. Ana o'shanda bu sovg'a ulug' hojaning huzuriga taqdim etilishga loyiq bo'ladi. Faqatgina xushu bilan o'qilgan namoz hayotingizga ta'sir qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom ko'zimning quvonchi namozda qilindi deganlar. Ya'ni mening xotirjamligim, sokinligim namozdadir. Qaysi namozda? Xushusi bor namozda. U zot ey Bilol bizni namoz bilan rohatlantir der edilar. Qaysi namoz? Xushusi bor namoz. Albatta namoz buzuqlik yomon ishlardan qaytarur. Qaysi namoz? Xushusi bor namoz. Namoz aslida xushu barpo qilinishi uchun joriy qilingan. Payg'ambarimiz alayhissalomni biror ish tashvishga solsa yoki qalblari siqilsa namozga shoshilar edilar. Qalb dardini ketkazadigan, g'am tashvishlarni artadigan va ko'ngilga naf beradigan namoz qaysi? U xushusi bor namozdir. Shunday namozki banda Alloh huzurida Allohu akbar deb turganda, uning ulug' hoji huzurida turgan bir qul ekanini, boy zot huzurida turgan bir faqir ekanini, ehtiyojini qondiradigan, duosini eshitadigan, nidosiga javob beradigan, qalbidagi g'am va anduhni bilguvchi zot huzurida turgan muhtoj ekanini his qiladi. Xushuli namoz g'am anduhingizni ko'taradigan, mushkulingizni oson qiladigan va namozni tugatgandan so'ng o'zingizni namozdan oldingi holatingizdan ko'ra ruhiy va jismoniy jihatdan ancha yaxshi his qildiradigan namozdir. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: Alloh bandalarga 5 vaqt namozni farz qildi. Kim uning tahoratini, vaqtlarini va ruku sajdalarini mukammal qilsa, Alloh zimmasida uni mag'firat qilish va'dasi bo'ladi. Kim buni qilmasa, uning uchun Allohning huzurida hech qanday ahd bo'lmaydi. Xohlasa kechiradi, xohlasa azoblaydi. Ey muhtaram birodarlar, shu payg'ambarimiz alayhissalomning namozlaridagi holatlari edi. Shuning uchun sahobalarning u zot namozlari haqidagi ta'riflarini eshitsangiz, qalblari qanchalik hozir bo'lganini bilasiz. Payg'ambar alayhissalomning ko'kraklari yig'idan xuddi olovda qaynayotgan qozonning g'ul-g'ul degan ovozi kabi ovoz chiqarib turardi. Umar roziyallohu anhu namozga o'tganlarida qalblari yumshab, yig'i qiroatdan to'sib qo'ygani sababli odamlar u kishining qiroatlarini deyarli eshitmay qolishardi. Mana shu haqiqiy xushudir. Xo'sh, bizning holimiz qanday?